Bangkok, Sharja, Toshkent avia yo'nalishida mamlakatimizga kelgan 1994-yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosining qo'l sumkalari Toshkent xalqaro aeroportida tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada 8 dona turli xil shirinliklar paketlari va 5 dona plastmassa idishlar ichida jami 4,4 kilogramm mefedron sintetik narkotik moddasi borligi aniqlandi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, internetdagi narkodo'kon boshqaruvchisi topshirig'iga ko'ra, ushbu ajal og'usini poytaxtdagi mehmonxonalardan birida Yangiyo'l shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxsga bergan vaqtida u ham qo'lga olindi. Tekshiruv jarayonida mahalliy fuqaro yonida pnevmatik pistolet borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.